Siz buni bilarmidingiz? Leon filmini suratga olish ishlari davomida parallel olamlar kesishib, antiqa bir voqea sodir bo'lgan. Keyingi sahnaga tayyorgarlik oldi. Aktyorlar biroz dam olishga chiqishgandi. Suratga olish ishlari ketayotgan kvartaldan uncha uzoq bo'lmagan bir do'konda esa o'g'irlik sodir etilayotgan ekan. Do'konni o'margach, jinoyatchi tabiiyki yashirinmoqchi edi, lekin yo'lda u tartib posbonlariga ro'paro kelgan. Tahlikali, ustiga ustak yelkasiga qurol tashlab olgan Jean Reno va uni oldidagi yosh va kichik gavdasiga qaramay o'tkir nigohli Natali Portman bechora o'g'rini yaxshigina qo'rqitib qo'ygandi. Natijada o'g'ri "Menimcha jinoiy operatsiya markaziga tushib qoldim. Bu odamlarning yo'lini kesmagan ma'qul" zaylida taqdir bilan hazillashmay, ularga taslim bo'lishga qaror qildi. Jean Reno va Natali Portman o'zlarini yo'qotib qo'ymay, jinoyatchini tutib darhol chinakam politsiyachilarni chaqirishdi. Omadi chopmagan o'g'ri naqadar beo'xshov qo'lga tushganini bilgach, o'zini qanday his qilganini bir tasavvur qiling-a.